Qadrli obunachilar, bizda yangilikni bombasi. Bu stanogimiz katat apparati deyiladi. Katat apparati temir diskalarni to'g'rilaydigan apparat bo'ladi, stanok bo'ladi. Xudo xolasa shu stanokni olib kelib o'rnatdik. Alloh nasib qilsa ko'p klientlarimizga aytilgan, bu haqida olib kelinadi, qo'yamiz deb aytilgan. Sal vaqtidan cho'zilib qoldi, lekin xudo xolasa olib kelib qo'yib o'rnatib oldik. Ishga tushirdik. 5-6 ta diskalar to'g'riladik, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Alloh nasib qilsa aloqaga chiqaverasizlar. Keyin buni yaxshi tarafi juda ham ko'p, foydali tarafi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu diskani to'g'rilagandan keyin temirim yumshab qoladi. Nomiga yamaga tushsa ham qishib qolaveradigan bo'lib qoladi deb ko'pchilikning tushunchasi shunaqa. Lekin bu instrument ishlatgan odamga ko'proq bog'liq. Bu narsa yumshab qolishi yoki nozik bo'lib qolishi o'sha odamga bog'liqroq, usta odamga. Lekin eplab ishlatsa, bu instrument vashti zo'r narsa. Men sizlarga hozir bu haqda iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Xo'p, bu apparatimiz mana shunaqa diskalarni to'g'rilaydi. Matiz, Nexus, Nexus 2, Gentra, Libboyni 13, 14, 15, 16 larni ham to'g'rilayveradi. Bu qanaqa to'g'rilaydi birinchisi? Birinchisi mana bu to'g'rilangan yengil diska bilan farq qilsanglar, bu yopilib qolgan. Buni ozgina ochib yengil diska qanaqa bo'lsa shunaqa qilib beradi. Keyin shu bilan ichlarini to'g'rilab beradi. Bunda qo'yganda mana bu diskani ikki joyi tekis qilib beradi. Keyin shu bilan diska vasmerka bo'lsa, vasmerkani to'g'rilab beradi. Tuxum bo'lib qolsa, tuxumni ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Shu narsani yo'lga qo'yaptik, chunki tuxum diska kelganda qilib ko'rdim. Qilsa bo'ladigan narsa ekan. Ko'p joyda bilsanglar, tuxumni qilmaydi, qilib bo'lmaydi. Buni tuxumni diskani to'g'rilaydigan apparat chiqmagan deyshuvdi. Endi hamma stanokda ham yo'q, bizanikida shu narsa bor ekan. Mana bu kundan kunga diska to'g'rilab tajriba oshyapti. Bu narsaga tuxumni ham xudo xolasa yo'qotib beramiz. Keyin ko'p joyda borsanglar, diskalar vasmerka bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa joyiga kuvalda bilan rezinka qo'yib urib, vasmerkasini to'g'rilab berishadi. Keyin shu bilan sizlar yurasizlar, diskalar xizmat qilib bo'lgandan keyin sotaman desanglar, mana bu yerda bolg'a yoki kuvallarning izi bo'ladi. U to'g'rilangan, pachoq bo'lib qolgan joyini ko'rgan odam olmaydi. Sergeli mashina bozorida yoki bizga o'sha tushunadigan insonlar bo'lsa, sizlarning diskalarni olmaydi, sotib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun shunaqa bo'lmasligi uchun diskani chetini yoyvormasdan o'zini aslidek chiqarib berishga garantiya beramiz. Vasmerka deganda loponlab aylanishi, aylanayotganda loponlab aylanadi. O'shanisini to'g'rilab berishga garantiya beramiz. Keyin shu bilan tuxum bo'lsa diska sakraydi. Pastdan tepadan pastga sakrashiga 50 javob beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'sha sakrashini ham yo'qotib berishga harakat qilaman. Alloh nasib qilsa, bu yoq qo'ldan kelgancha. Xo'p. Yana nima ma'lumot kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Qo'ldan kelgancha sizlarga savollarga javob beramiz. Joyimiz Yangiyo'l eski Qovunchi, hali ham o'sha yerda. Bu sanoda shaxsan o'zimman, xudo xolasa, nima deydi, videoni ko'rib keldim desanglar ham yoki aka mana shu mashinamda shunaqa ayb bo'lyapti, shunaqa ish bo'lyapti desanglar ham, xudo xolasa, bir xil ish qilamiz, bir xil xizmat ko'rsatamiz. Alloh nasib qilsa, cho'tka qilib beraman, xudo xolasa. Keyin detal yumshab qoldi deganlarga xudo xolasa alohida video qilib beraman. Detal yumshab qolmaganligini, detal o'zini holatda turganligini, lekin baribir ta'siri bo'ladi, lekin
sizlar o'ylagan darajada bo'lmaydi. Chunki ko'p joyda qilsa, mana bunisini bu yoqqa qaratib lezva qilib chiqarib olishadi. Xuddi pichoqqa o'xshab chaqlagandek chiqib qoladi. Bizda unaqa narsa yo'q. Men agar bu ko'proq chiqib ketiladigan bo'lsa, buni yo'llari bor, qilib beraman. Shu yerda o'zingizlar ko'rib, bilib, haqiqatan shunaqa narsa bo'lishini ishonch hosil qilib, keyin bizga to'lovlarni qilib ketasizlar, xudo xolisa. Yana kimlardir qiziqarli savollar bo'lsa, kommentda yozinglar yoki telefon qilsanglar ham bo'ladi. Iloji bo'lsa videoni like bosib, maksimal tarqatib qo'ysanglar, xudo xolisa ancha savob ish qilgan bo'lasizlar. Bizga ham tirikchilik qilayotgan, diskasini to'g'irlatish, qayerga olib to'g'irlatish bilmay yurgan odamlarga ham foydali bo'lardi degan umidda, xudo xolisa bismillah deb boshladik shu ishlarni. Xudo xolasa bu yog'iga nima aybi, nima dardi bo'lsa, bu diskalarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha shu o'zdan 0 qilib hammasini chiqarib qilib berishga harakat qilamiz. Diskani to'g'irlagandan keyin balansировка qilib, как положено egasiga ko'rsatib, egasini shu o'zida qilib hammasini ideal qilib beraman, Alloh nasib qilsa. Sizlardan faqat like, obuna, bitta, ikkita, uchta do'stingizlarga videoni tarqatib qo'ysanglar, xudo xolasa bizning ishimizga rivojini beraveradi, Alloh nasib qilsa. Sizlardan bitta xizmat shu bir ikkita odamlarga videolarni tarqatib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa shinamontaj xizmatlarida любой payt shay biza, Alloh nasib qilsa 24 soat xizmatda biza kelaverasizlar, kechasimi, kunduzimi, qachon bo'lsa ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.